bo'ldi qizim? Dada, qaytishimiz kerak. Taqinchog'im yo'q. Sen kimsan? Haligi sug'urta uchun kelgandik. Bo'la qolinglar. Hamdardlik bildirish uchun keldik. Hazillashgandim, voy. Hamdardlik dedimi? Ha, ya, sizlar organ uchun keldinglar, ha? Shunaqami? Ha, afandim, organ uchun keldik. Xo'p, lekin uyga qanday kirdinglar? Eshik nimadir qistirilgan ekan, shunda taqillatuvri ochilib ketdi. Biz ham kiraveribmiz. Oyijon. E'loningizga uy manzilini yozsangiz, o'g'ri-yu bosqinchilar ham kelishadi. Haligi, uzr, sizlarni o'g'ri demoqchi emas edim, albatta. Xudo asrasin. Ha, mayli, vaziyatimizdan xabaringiz bor. Biz juda shoshyapmiz. Kimni jigari qizimizga to'g'ri kelsa, o'shanga 1 million lira beraman. 100 mingni hozir beraman, qolganini esa operatsiyadan keyin beraman. Ismim Fevzi Ondar. Menga ishonishingiz mumkin. Kerak bo'lsa, migamni yarmini ham olishingiz mumkin. 500 ga berib yuboraman, top-tozagina. Hech ham ishlatilmagan aql. Ha, mayli. Ha, biz organ uchun keldik, berish uchun. Unda hoziroq kasalxonaga qon topshirish uchun boramiz. Hozirmi? Ha, hoziroq, chunki juda shoshyapmiz. Yura qolinglar, tezroq boraylik. Hozir bo'lsa, mayli. Xo'sh, ajoyib xabarlar bor. Tahlil natijalari chiqdi. Xo'sh, to'g'ri keladigani bormikan? Ha, yigitlardan biriniki to'g'ri kelar ekan. Qaysi biri? Sametbek, qaysi biringiz? Menman. Menikimi? Men. Shumi? Shuniki mos keldi. Sametbek, sizni jigaringiz ham yaxshi emas. Ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ichkilikni tashlang. Mos keladigani Umutniki. Umut Kaplan. Menman. Men Umut deyishadi. Meniki to'g'ri keldimi? Ha, sizniki mos. Sizga yaxshi parvarish kerak. Operatsiya 3 haftadan keyin bo'ladi. Aytgancha, Fevzi Bey, siz bilan operatsiya tafsilotlarini gaplashib olishimiz kerak. Albatta. Rahmat sizga. Tabriklayman. Bolalar, sizlarga katta rahmat. Kam bo'lmaydi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qizimni hayotini saqlab qolyapsan. O'zingdan bir parcha beryapsan axir. Nima deyishimni ham bilolmayapman. Juda minnatdorman. Qo'ysangizchi, kichkinaligimda ko'richagimni ham oldirgan edim. Shunday bo'lishini bilganimda oldirmagan bo'lardim. Tushunmadim. Nima dedi? Men ham tushunmadim. Rahmat. $100,000 lirani qanday olsak bo'ladi? Istasang chek yozib beraman, istasang hisobingga o'tkazib beraman. Chek yozib bera qoling. Qo'limizda pul turgani ma'qul. Albatta, albatta. Marhamat, yuringlar.
Nima? Shu yerda yashayman. Haligi operatsiya kunigacha mehmonimiz bo'lsang degandik. Senga xona ajratardik. Shu yerda yaxshilab dam olarding. Salomatliging uchun ham yaxshi. Ha. Tushundim. Operatsiyagacha meni oltin qafasda tutib, jigarimga g'amxo'rlik qilmoqchisizlar. Bo'yi yetgan qiz bor uyga katta yigitni kiritish to'g'rimi? Yashimona, unday demang. Xolam to'g'ri aytyapti. G'iybat ko'paymasin tag'in. Yaxshisi meni mehmonxonaga joylashtirasizlar. Yana nima? Balki alohida uy olib berarmiz. Unda sizlarga buyruq berayotgandek bo'laman-da. Umid, men ota sifatida kerakli choralarni ko'rmoqchiman. Qizimning ahvolini bilasan. Operatsiyaga hech qancha qolmadi. Hammamiz uchun eng yaxshi yo'l shu nazarimda. Yaxshi. Yoqimli ishtaha. Bu qanaqa ovqat? Na tuzi bor, na ta'mi. Qizalog'im, doktorning tavsiyasi bilan parhez taom pishirtirgandim. Bir daqiqa. Shuncha yashil o't yesam, yaqinda chorvaga chiqarib qo'yasizlar meni. Hech bo'lmasa non beringlar. Nochor Umidga bir burda non deyisharmidi? Parhezga sen ham amal qilishing kerak. Axir shunga kelishganmiz-ku. Xo'p, bunda muammo yo'q. Hech bo'lmasa to'g'rimizda o'tirgancha maza qilib go'sht demanglar-da, uyat bo'ladi axir. Aslida u to'g'ri aytdi. Yaxshi. Bering, oyi. Ber o'g'lim. Obbo, oyi, hech bo'lmasa menikiga tegmang. Men hali katta bo'lishim kerak. Bo'pti, Shirin, keyinroq katta bo'larsan. Opang haq. To'g'ri, hammamiz salat yeymiz. Shunaqami? Oh. Ana. Hech narsa salatga Osh yetmagan. bo'lsin. Kemaga tushganni joni bir. Bo'pti. Olinglar. Oy. Seni ham qorning ochdimi? Ochdi. Mazali bo'pti. Oshpazmisan deyman. Aytgancha kasbing nima o'zi? Kasbim sarmoyadorlik. Chegirmadagi narsalarni sotib olib, keyin esa sotaman. Olib sotarman degin. Tadbirkorlik deylik. Xitoyliklarda bir ibora bor, bilasanmi? 我都叫你啥恼火你。 Har inqiroz bir imkoniyat deganimi bu? Xitoy tili kurslariga borganimda o'rganganman-da. Osmonga shuncha qaragan bo'lsam ham biror marta yulduz uchmagan.
Nima tilagan bo'larding? Avval yashashni so'ragan bo'lardim. Avvalgidek salomat bo'lishni. Yana bitta yulduz uchganida edi. Taqinchog'imni topilishini so'rardim. Uchinchi tilagim esa Xo'sh, uchinchi tilaging nima? O'lmaslikni tilaysanmi yoki taqinchog'ing topilishini? Nima taqinchog'ingda qandaydir karomat bormidi? taqinchog'im men uchun juda ham qadrli edi. Rahmatli xolamdan esdalik. Oyimdan juda kichkina edi. Xolam ikkimiz opa-singildek edik. O'sha taqinchoq qisqa hayotida unga ko'p omadlar keltirgan edi. Taqmagan kuni avtohalokatga uchragandi. O'layotganida esa uni qo'limga tutqazgandi. Gulim, qizim. Qizalog'im, qayerdasan? Seni ko'rmayapman. Buvijon, qo'lingizda temir ko'tarib olib nima qilyapsiz? Anavi yaramas yigit xonasida yo'q ekan. Quloq sol, vannaxonaga kirsang, eshikni mahkam qulflab ol. Tushundingmi? Xo'p, tushundim. Ketdimi? Yaramas dedimi? Xayrli tong, Xorma. Xayrli tong. Salomat bo'l. Gullarga rahmim keldi. Uy ichida bekorga qurib qolishyapti. Gullar yoqadimi? Ha, biroz. Senga qaysi biri yoqadi? Istanbul boychechagi. Istanbuldan topib bo'lmasmish. Yo'qolib borayotgan o'simlik ekan. Bir marta ko'rganman. Qayta ko'ramanmi yo'qmi bilmayman. Bilasanmi? Yo'qotib qo'ygan taqinchog'im Istanbul boychechagini shaklida edi. Istanbul boychechagi chiroyli. Shunaqa. Topish juda ham qiyin. Ba'zi go'zalliklar shunaqa bo'ladi. Kam uchragani bilan atrofni go'zallashtirib yuboradi. Ko'pchilik shunchaki qaraydi-yu, go'zalligini sezmay o'tib ketadi. Ba'zilar esa bir qarashda ko'z uzolmay qoladi. Gullarni yaxshi tushunadiga o'xshaysan. Bir telbaning sharofati bilan o'rganishga majbur bo'lganman-da. Kasbing gulchilikmi? Yo'q, aslida boshqaruv sohasida o'qiganman. Rasm chizishga ham qiziqaman, lekin oxirgi vaqtlarda bu ham ko'nglimga sig'may qoldi. Rahmat. Opa, bo'la qoling. Kasalxonaga ko'rikka ketyapmiz. Yaxshi, ketyapman. Umid biz soat 7-8larda qaytamiz. Iltimos qilaman, kelgunimizcha har xil narsalar yema. Muzlatgich to'la faqat foydali mahsulotlar bor, xolos, kelinoyi. Ya'ni agar adashib jo'mrakdan suv ichadigan bo'lsam ham qasam ichaman, umrim uzayadi. Mayli, ketdik.
Men kechagi ishlar uchun uzr so'rayman, Gulum. Oldingda juda xijolatdaman. Senga buni aloqasi yo'q. Men ko'pchilik orasida ahvolim haqida unutib qo'yaman. Yolg'iz o'zim qolganimda esa xastaligim yodimga tushadi. Yomon narsalarni o'ylama unda. Hammada ham qiyinchiliklar uchrashi mumkin. Ammo seni orqangda qal'a kabi oilang bor. Buni aslo unutma. Hech narsadan qo'rqma. Gulum, biroz tabassum qil. Seni ham mendek qorning ochmi? Sendvich. Qizim. Qizim, shu yerdamisan? Anavi betayin xonasida yo'q ekan. Bu yerda ham emas, buvijon. Mayli, baribir kutaman, poylayman. Xayrli tun, qizalog'im. Qanday chiqaman endi? Nima qilaman? Qo'ysenchi. Men bilan yur. Kechagina balandlikdan yiqilgan edim. Hozir yana balandlikda o'tiribman. Juda chiroyli joyga taklif qilibsan. So'z berma, senga ham shunday go'zallikni ko'rsataman. Hozir xayolimga bir hikoya kelib qoldi. Qadim zamonlarda bir yigit sevgan qizini tashlab urushga ketibdi. Sevgilisi uni unutmasligi uchun yulduzlar orqali xabar berib turishini aytibdi. U qizga agar bir yulduz uchsa, men qaytayotgan bo'laman, yoningga uchayotgan bo'laman debdi. Qizim har kuni yulduzlarni tomosha qilar ekan. Kunlar o'tibdi, haftalar, oy-u yillar. 3 yil deganda yigit qaytibdi. Ha, bunisi yaxshi. Sevgan qizidan yulduz uchganini ko'rdingmi deb so'rabdi. Qiz, "Ha, ko'rdim, kutdim" deb javob beribdi. So'ngra qiz qo'li bilan ayiq turkumini ko'rsatibdi. "Qara, nima uchyapti" debdi. Ayiq uchibdimi? Qizni aqli zaif ekanda. Qiz sevgilisini kutish uchun ayiq turkumini o'ylab topgan ekan. Chunki u sevgilisini juda uzoq kutibdi. Seningcha sevgi shumi? Ayiq turkumi borligiga ishonish. Shumi sevgi? Bilmasam. Men unday qila olmayman. Tilaging ushalsin deb yulduz ham uchira olmayman. Lekin urinib ko'rgan bo'lardim. Hech bo'lmaganda birortasidan yordam so'rardim.
Umid? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, kitob o'qib o'tirgandim. Kiraver. Senga bir narsani aytishim kerak. Tik turma, kela qol, o'tir. Gulum, Ha? biz o'sha kuni uyingizga aslida donorlik e'lonini ko'rib kelmagandik. Bosqinchilik qilayotgandik. Aniqrog'i sizlar kelib qolganinglarda aslida uyinglarni o'marayotgandik. To'g'ri kelgani uchun, ya'ni sizlardagi vaziyat mos kelganidan keyin qutulish uchun shunday degandik. Sizlarga yolg'on gapirgandik. Gulum, Gulum, Taqinchog'im. qalay? Ajoyib. Rostdanmi? Ha.
Shu kunlarda bunchalik xotirjam bo'laman deb o'ylamagandim. Shundoq ham xayolimga kelmagan ishlar boshimga tushdi. Xo'sh. Hammasini tushundim, ammo oilangchi? Hech narsani bilmayman. Meni o'g'irlashganmi, yo'qolib qolganmanmi? Nima deb o'ylashni ham bilmayman. Faqat bir narsaga ishonchim komil. Tug'ilganimga. Qaniydi men ham azoblarimni xuddi sendek tabassum bilan qabul qila olganimda. Lekin menga buni albatta o'rgatasan. Yaxshi. Kelishdik. Unday bo'lsa, qani ketdik. O'rgataman. Umut. Umut, nima bo'lyapti? Umut, buni sen qilyapsanmi? Umut, yiqilib tushmaymizmi? Tushib ketmaymizmi? Yiqilmaymiz. Sen tinchlan, o'zingni bos. Seni juda chiroyli joylarga olib boraman, ko'klarga ko'taraman degandim. Endi bu yerdan tushish yo'q. Gullar bilan bog'liq yaxshi xotiralarim yo'q. Ya'ni gullarni ko'rishim bilan g'alati bo'lib ketaman, bilasan. Lekin endi gulim bor. Hammasi o'zgardi. Kasalxonaga tushganimdan keyin uxlashga ham qo'rqadigan bo'lib qolgan. Lekin endi bir umidim bor. Hozir tushimmi yoki o'ngimmi bilmayman. Shu onda yulduz uchganida edi. Aytmagan 3-tilagingga juda qiziqyapman. Yulduzlar ovora bo'lishmasin. 3-tilagim ro'yobga chiqdi. Gulum. Senga nima bo'ldi? Gulum, ahvoling yaxshimi? Shegi! Qizaloqim. Gulum. Qalaysan? Senga nima bo'ldi? Hech narsa bo'lmadimi? O'zingni qanday his qilyapsan? Yaxshiman. Darrov vahima qilmanglar. Nimaga xushdan ketibdi? Dorilarni ichmabdimi yoki? Biroz ortiqcha hayajonli. Bu nima deganingiz? Qayerga bordinglar? Shunchaki sayr qilgandik. Umut, nega unday qilding? Gulimning ahvolini bilasan-ku. Qanaqa mas'uliyatsizsan o'zi. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Yaramas. Senga qizimni o'ldirish uchun pul beryapmanmi? Fevzi, unday qilmang. Dada, nima qilyapsizlar o'zi? Sizlar bilan 5 daqiqa gaplashsak bo'ladimi? Umut. Ular haq, Gulim. Axir ular ota-onang. Seni baxtli qilaman deb xastaligingni unutib qo'yibman.
Umrim davomida hech bunday xursand bo'lmagandim. Hech qachon bunchalik kulmagandim ham. Hatto yashayotganimni bu darajada his qilmagandim. Xo'sh, Gulim xonim, ota-onangizga vaziyatni tushuntirdim. Sizga ham aytib o'tmoqchiman. Sizni operatsiyaga tayyorlashim kerak. Kerakli tayyorgarlikni boshlab, ertaga operatsiyani o'tkazamiz. Bugun men ham qolaymi? Siz ertaga tongi soat 10 da albatta shu yerda bo'ling. Qo'rqib ketdik, qizaloqim. Gulim. Umut. 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 Nima bo'ldi senga? Umut, Ulgurdim. kim bunday qildi? Umut, kim qildi buni? Kim bunday qildi? Yaxshi Gulim. Umidbek, iltimos o'tiring. Sekinroq, ehtiyot bo'l. Sekin. Doktor, hoziroq jigarimni olib Gulimga bering. Iltimos gapirmang. Chap oyog'i sinibdi. Hoziroq chorasini ko'rish kerak. Umut, kim seni bu ahvolga soldi? Bu ahvolingizda sizni operatsiya qilish mumkin Mumkin emas. emas deganingiz nima? Operatsiya qilasiz, u yashash kerak. Lekin siz o'lib qolasiz. Singan joylaringiz ko'p. Ichki qon ketish xavfi bor. Galip, telefoningni kamerasini yoq. Xo'p. Yoqdim. Men Umut Kaplan. Salomatligim haqida barcha ma'lumotlarga egaman. Doktor operatsiyaga kirsang o'lishing mumkin dedi. Men roziman. Imzo Umut Kaplan. O'chir. Umut, bu operatsiya bo'lmaydi. Bu ahvolingda bo'lmaydi, iltimos. Bo'ladi, Gulim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen yashaysan, doktor. Qog'oz yo'qmi? Yozma tasdiqlashim ham mumkin. Hujjatlar xonamda bir ko'zdan kechirib imzolatinglar. Donorning ahvolini nazoratdan o'tkazib, operatsiyaga tayyorlang. Seni qattiq sevaman, Gulim. Men ham seni qattiq sevaman, Umut. Lekin yo'q, men istamayman. Bunday bo'lishi mumkin emas, men xohlamayman. Senga biror gap bo'lsa, yashashimdan nima foyda? Aslida seni qayta ko'ra olmasam, ana o'shanda o'lgan bo'laman. Unday qilma, o'tinaman. Meni sevsang qarshilik qilma, yolvoraman. Men uchun sensiz bir kunimni ham qizig'i yo'q. Men qanday bo'lmasin tirik qolaman. Yana shu yerda bo'laman, so'z beraman. Iltimos qilaman, qarshilik qilma. Yolvoraman. O'xshamasa-chi, Umut. Ikkimiz ham o'lgan bo'lamiz.
O'tir. Seni qattiq sevaman, Umid. Men ham seni qattiq sevaman, gulim. Qattiq sevaman. Opa, opam ko'zini ochdi. Yo Allohim, o'zingga ming shukr. Azizam, tuzukmisan? Operatsiya tugadimi? Tugadi qizaloqim, tugadi. Bir haftadan beri uxlayapsan. Umid qayerda? O'rningdan turma. Qizim, Gulim, sekinroq, qizim. gulim. Umid chiqdimi? Umid qayerda? Umid. Umid. Sog'ayib ketadimi? Qaltisligini bilardi. Biroz ochiqroq gapiring. O'ziga kelishiga umid bormi deb so'rayapman. Ahvoli juda og'ir edi. Shu vaqtgacha o'lmaganini o'ziyoq nima desam ekan? Gapni cho'zmang, nima demoqchisiz o'zi? Yashashga bardoshi yetmasa kerak deb o'ylagandim. Yo'q. 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 Gulim, gulim. Bas qil qizim. Ko'zingni och. Bo'ldi, Ko'zingni och, tinchlan. Umid. Eshikni ochinglar. Ochinglar eshikni, Umid. 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 Quloq sol, senga bir hikoya aytib beraman. Bir yigit bir qizni yashashi uchun unga avval ko'ngil beribdi. Uni sevibdi.
uni yana bir bor hayotga qaytaribdi. Ko'zlariga nur, ruhiga davo bo'libdi. Buni ustiga yigit qonga belanib o'lim bilan olishsa-da, Azroilning ortidan ergashmay qizga ikkinchi hayot bag'ishlash uchun kelibdi. Umid, bilasanmi, qiz tirik qolibdi. Qiz tirik qolibdi. Lekin shu yetarlimi? Yetarlimi Umid? Sevgi shunaqa bo'ladimi Umid? Shumi sevgi? Umid, javob bersang-chi, shumi sevgi? Umid, Gulim. Gulim. Umid, sevgi shunaqa bo'ladimi? Umid. Umid, shumi sevgi? Javob bersang-chi, biror nima desang-chi Umid. Umid, Umid, gapir. Biror nima de Umid. Umid. Gulim. Unday qilma qizaloqim. Tura qol. Qizim. Javob ber, menga sevgi shunaqa bo'ladimi? Javob ber. Umid, javob ber. Shumi sevgi, yolvoraman, javob ber. Umid, biror nima de. Javob ber, iltimos. Shumi sevgi, javob ber. Umid. Shu gulim, shu haqiqiy sevgi.